Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz ve muhterem, şundakla süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Yana huzurunlarda hazır oldum. Bununla nesip kıygan Allah'a hamdülillah olsun. Bugün sözleşki tegişlik bir qancha mavzu bar edi. Qaysini bugün sözleşim gerek tanlayamay bek kechikib ketdim. Ahırda şu körep tuğununlarını talladım. Körüvatqınınlardek mavzumuz siyasi gayi yolumuzda yeni AQ'çılık. AQ'çılıkның nemelikini bilermenlerimiz obdan biludi. Tonuşluk bir gep. Yeni atalg emas. Suriye'deki özgürüşlerden keyin dikkat qozğagan noktalardan biri qandaqdır saydek yeni ümitler bulup bu ümitlermi ötmüşümüzde boğanıdek reallik bilen alakası olmagan utopiyalik ümitlerdir qarindaşlar. Bu biçarlikning, çaresizlikning, yetimlikning bütün dünya tarafından taşlayıp etilgen yer şarının ügey balısı boluştek asasi kısmetimizin mahsulu boğan gayri tabi ümitlerini yeni akıyoçılık dep atıdım. Yani bu atalgı benim keşfiyatım emas. Bu atalgı. Menimçe bizdeki mana şu gayri normal, gayri tabi ümitler yeni akıyoçılıkka düşüdü. Muşunda ataşkı buludu. Suriye vaziyeti tüpeyli bu mavzu sözlenivatkan bolsa-mı, aslında bundak akıyoçılık ifadelerimiz muhaciret hayatımızda hel uzundan beri var. Hatta bunun beşi vatandaki Uygurlaşçıda 1960 yıllarda başlangan değişkimi buludu. Men bu haqda Aynek namlı kitabımda bizning Allah'tan başka tayançımız yok mavzuluk bir makale ilan qilgan edim. Yani şu çağlardımı mevcut bulup kelavatkan akiyoçılık ciddi qaralması bulmaydigan bir ahval ekanligini bayqıganlıqımdan bu mavzuni yezishni zarur hisoblaganligim aniq. Aynekdeki makalada misal berilgini konu milletçiler Sovet'te okup gelgen ziyalilarını asası menba qilgan Sovet bizni qutquzup oladı mezmunudaki tamager ümit olup o çağlardan ta ki 80. yıllargacha bu qarash hakim edi. Keyin ishiklar echib etildi deyildi. Bu chet elga echib etilgan ishikning gapi. Biz uchun sirliq bo'lib kelgan tashqi dunyo haqida yerim yota bo'lsa-mu bir nimalarni uqubga qilishga boshladik. Ve ziyalilerimiz yeniden bir qutqazgıcı süpsüde Amerika'nı taptı. Yalgan mı? Çünkü Amerika yıllardır Xitay teşviqatıda böbö qılıp gösterilgende o kadar eskemez. Nait obdan adaletinin, demokratiyanın hamisi. İşkelligi hakkındaki yeni düşünceler hem de halkımızı Amerika'dan ümit kütüdüğün qıp koygan edi. Ziyalilerimizden bir misal, canlılık bir misal verişki doğru gelse de kıstırıp koydum. Başka garizim yok. Ziyalilerimizden Sıdıkacı Rozi bu karışının, yani Amerika kutkuzu valadı karışının en küçük cakaçılardan biri bulup, gerçi bu karışıda bek izçil çıntıralmay, eksici geplerini qıp koyduğun buluşup karamay,
hatto bizning ishimizni puturib berishning, ya'ni bizni ozod qilib qo'yishning Amerika uchun vazifa, majburiyat ekanligiga chiqayotgan chiqishlari bor edi. Bu arada Türkiye'den ümit kütüşmü kıstırma köy bulup bu tushunchalarimiz ichidan o'rnagan bo'lib, buning qistirilishi avvalroq chet elga chiqib bir mezgil sayohatda bo'lib kelganlarning ko'tirib kelgan paranglari buningga sabab bo'lgan edi. Türkiye'den ümit kütüşünün bayraklarlarından biri yana Sıdıkacı Rozu olup keyin kütken ümidi əməliləşməgənligidir. Qaydab Türkiye'ni düşman tizimligiga qo'shib yutishga ulgurdi. Shuningga diqqat qilinglar. Kütken yerdan kütken umiddan bir natija chiqmagandan keyin insonlar qanday holatga kelib qoladiganligini aşağıdan ko'ralaysizlar. Bu bir misol bu. Nəhayət canlıq bir misal. Bizning bugun demoqchi bo'lganimizdagi asosiy gapmi shu. Türkiye kütken yerdan chiqmadi, u bizni ozod qilib qo'ymadi. Shuning bilan Sidiq Hojiro'zi qayda Türkiye'ni düşman tizimligiga qo'shib yutishga ulgurdi. Biz, ya'ni men va mendeklar chet elga chiqqandan keyin Türkiye'den ümit kütüşünün behudlikini derhal anqargan bolsakmı, Amerika'nın qutquzib olishi haqidagi tamoyilizda o'zgarish bo'lmagan edi. U chaqlarda Türkiye'nin niyatida qutquzib olish bo'lsa-mu, amaliy imkonlari bunga yor bermaydi ekan deb o'ylaydik. Men Eynek nomli kitobimdagi maqolani yozgan chaqlar 1998-yili bo'lib, men bu chaqqa kelganda xalqaro siyosat, davlatlar munosabati haqida ma'lum darajada ko'zim ochilgan edi. Shunga har qanday bir davlatning qutqazg'uchi xudo bo'lishi mumkinsizligini jazm qilgan va shuning uchun maqolani yozgan edim. Ya'ni bizning Allohdan boshqa tayanchimiz yo'q degan maqola. Ta shu kundan beri mening deydiganim ochiq bo'lsa-mu, amaliyat bo'lib kelmoqda. Ochiq gaplarni qilyapman. Hech qaysinlarga yoqmayotidi, uni bilib turibman, tillayapsizlar. Ammo amaliyat ashundoq. Hem bu sebepten bana ümitsizlik tergibotchisi qalpiq keydirilib kelinmekte. Video nutuklarga başlaganımdan keyin bazı qarindoshlar xalqimizni ümitlendirish uchun cho'ng davlatlar, xususan Amerikaning qo'llash ehtimolligini, bunda ehtimollikning yaqin ekanligini ko'rsatibroq gap qilishimni talab qilishgan bo'ldi. Men bir qatim shundaqroq mazmunda bir video nashr qildim va hozirgacha pushaymon qilishimga yetyapti. Chunki o'zimga ishonmaydigan Amerika yordami bishorati berganim meni qiynamoqda. Chunki mening qarashimda xalqni yolg'on narsalarga esildirib qo'yish ziyonliq. Bakmi qo'rqinchli oqibatlari bo'lish ehtimoli bo'lgan nihoyat ziyonli bir qiliqdir. Nima uchun? Ana Sidiq Hojidek bo'lasizlar. Kütken yerden çıkmagandan keyin qaydaydigan gap, ta'tirga yanadigan gap, ta'tir tepadigan gap bu. Onun uchun. Nima uchun yolg'on umidlar bilan papilni ziyonliq deb qarayman? Endi biraz o'tmishdim kelay bu gapga. O'smirlik davrimda Xitoyga qarshi tashkilot qurishga uringanlarning hammasi degidek savodoshlarim edi. Ya'ni men bilan savoddoshlar, tangtushlardir. 16-17 yoshlardagi o'smir bolalar. Hammaylar. O çağda ulanımı yürükide ot yanattı. Vatanda yürügü sokkan bu küçük balla çoğ boğan sırı hayatının kıyalları, topalları arasında yüzünü jutturup koydu. Men bazıları bilen sözlüşüp keyin çoğ boğan vakti sözlüşüp
keyingi ta'sirotlarini chekib baqqanimda ular bolalikdagi saf va go'dak vatanparvarlik tuyg'ularini allaqachon tashlab cho'ng odam bo'lib ketishganligini ko'rdim. Cho'ng bo'lib ketibdilar. Cho'ng odam bo'libdi. Voy gapini qilma. U chog'larda tozimi kichik bola ekanmas, ahmaq ekanmas. Tuxumni toshga urib chul-chul qilib yotgan tosh qapti ekanmas. Endi aqlimizga kelib qarasak, bo'lmaydigan ish ekan. Mana bu asosiy javob. Yoki mazmunning asosiy qilipi edi. Shuningdan keyin ma'lum hayajonga cho'milganda vatanparvarligi tutib, vijdoni qaynab, jangovar gaplarni qilib ketadigan hayajonchilarni ko'p ko'rdim. Hamroh bo'ldim, sabdoshim bo'ldim. Ammo keyin ularni jahondoshchilikning qaynamlariga cho'mib g'oyib bo'lishdi. Qayta uchrashgan chog'larda yillar o'tib men hech o'sha bolaliqimdagi haroratida qolgan tuyg'ularimdan chiqib, ularni chekib baqqanimda ularni o'xshashlar burun shu nadonliqda bo'ladigan ishmikin deb qipsag'im eshitgandanlar. Keyin bo'lmaydigan ish ekanligini bilib, singan nonni yeyish qaroriga kelganligini deyishgan bo'ldi. Tehi shu oxirgi hayajon to'lqini ko'tarilgan 90-yillarning oxirlarida O'rta Osiyoda sabdishimiz bo'lganlar bugun Turkiyada ba'zilari hayotning qaynimida jahondoshchilikning hayotning peyzini surish degandek bichimlardagi yashash uslubi bilan bo'lib, ularning shu andagi turiga qarab bir chog'larda hayajonliq inqilobchi bo'lganligini tasavvur qilishmi bektas. Bundaq keçmişler hala davam kılıvatgandek mi kılıdı? Bu geçmişler. Bugünküçe. Bugün ögzüge çıkıverip işten korkmaydigan bolup ketken noçularning tor batırlıklarını bir günü toxtaydı. Ve ot yüreklerining otu öçüdü. Bunun gumanım yok. Nima uchun? Chunki ular xomxiyollarga berilgan kishilar bo'lib, ularning fantaziya dunyosida hamma ish bek oddiy. Asal. Xuddi odamning tushlarida mumkin bo'ladigan uchishlar, egiz tog'cha qo'llari tik qiyolardan sakrasa, birdilla hech putsunmaylan yerga tushib qolishlarga o'xshash hayotdami ishlar shu taklifda ro'y berdigandek ahmoqona fikrlarga to'lib toshqani uchunlar ana shunday qizg'in o't yurak vatanparvarligi urg'ib turadi. Chunki hamma narsa eg'izda bo'layotgachqa xatarmi yo'q, o'limmi yo'q, ziyonmi yo'q. Ammo ularni xuddi men kechmishimda ko'p uchratgan sabdoshlarimning cho'ng'ulab aqliga kelganlariga o'xshash aqliga kelganlarida voy bo'lmaydigan ishkan bu deydida tashlaydi. Singanlarni yeyishni boshlaydi. Garchi chet ellardagilar jip bilan mum ketmagandikin deb og'zida shas elishni davom qilib qo'ysimi? Chunki az degandimi bu yerlarda xatar yo'q o'g'achqa. Amaliyotda bu yo'lda qilini qimirlatmaydigan bo'lib ketgan bo'ladi. Bularning sabablarini kuzatadigan bo'lsak, shuni ko'ramizki, aslida ularning umidlari o'zining hamoqat xiyollaridagi bo'mmug'ur narsalarga bog'linib qolgan bo'lib, bunda bo'mmug'ur umidlar amaliyotning rahimsiz kaltiki bilan bichit bo'lgan hamma ular umidsizlikning hanglariga g'ulab ketib, aslidagi o'zini topolmayli qoladigan turdikilardir. Baştan keldik-ku. Sovet azat qilib qo'ydi degan umidchilar. Keyin qara Sovet azat qilib qo'ymadi. Shuni ular yili chiqib tugashdi. Amerika azat qilib qo'ydi deganlar yili chiqib tugadi. Turkiya azat qilib qo'ydi deb ham xiyol qilganlar yili chiqib tugadi. Chunki natija bo'lmadi. U kutgan yerdan chiqmadi hech qaysi. Mana bu tajribalar hatto bugungacha davom qilayotgan va natijalari o'xshash bo'lib chiqayotgan bu tajribalar menga shuni o'rgatdiki, hargizmi
kishilarni bo'mg'ur umidlarga bog'lab qo'ymaslik kerak ekan. Yana Sidiq hojining umid kutishlari va keyingi qaydoshlarini misol qilishga bo'ladi. Ashunda narsalarga umidingizni bog'lab qo'ysangiz, bendiga va yana boshqa narsalarga. Va bu oqmagandan keyin yilingiz chiqadi. Sidiq hojining qiyig'ini. To'g'ri, umid odamning ruhiy yemirilishlarini to'sib, tutib turadigan ma'naviy turi deyilsimi? Agar bu umid yolg'onlarga, fantaziyalarga, paloniga, pokoniga bog'lab qo'yilsa, oqidan ro'y beradigan umidsizlik balduqidan cho'nqirroq darajada umidsizlikka ketishga, tugishib ketishga, heliqidek aqliga kelib, ha bo'lmaydigan ishkan deyishga boshlaydigan bo'ladi. Dal shuning uchun men chorak asr ilgari bizning Allohdan boshqa tayanchimiz yo'q ekanligini yozgan edim. Bugungi realligimizga kelsak, bir ara Talibanning ishini qilishib bersak, ha deb, uni bizga Sharq Turkistonni ha deb ozod qilishib berdi deganlarning bu umidlari kutukka aylanish bilan qanchalik odam umidsizlikka patqandi. Bu ajoyib rejini kishilarga tashviq qilib, kishilarni bu umidga ishontirib, texmi ko'p odamni Taliban saplariga chekishga uringan janoblarning o'zlari rostla bunga ishonatdimi? Yoki xalqni ishontirib qaymoqtirish vazifasi bormidi? Bular ayrim bir mavzu. Xuddi shu uslubda bugun Suriyadagilarga umid bog'layotgan, umid bog'lashga tashviq qilayotganlarningmi ete dağda qaladiganligi aniq ko'rinib turadi. Aqli va odam buni hozirdan tortib bilalaydi. Buni azroq aqli va odam bilanmagidek ishmi emas. Davlatlar munosabatini tushunadigan bir odam bunday ahmoqona fikr qilmaydi. Men bu haqiqatni qarindoshlarga bildirmoqchi bo'lganimda, yana shu niyatlarga yetish uchun putlash bo'lganim uchun faqat va faqat shuning uchun yana ko'n qalpoqni tortiq qilishdi. Ümidsizlik yeyish urindi. Ümitsizlendirishga urindi demak, Xitoyning odami degan xulosaga bordi. Yolg'onlarga xalqni ishontirishga uringanlar durust odamlarmi? Ular kimning odami? Mushundaq olg'in misoli umidlarga esildirib odam qo'llasak, natijasi nim bo'ldi. Orqadan kutilgandek bo'lmaydi, dog'da qolamiz. Bunun bilan yana bir top o't yuraklarning yili chiqib, aqlini beshiga to'plab, bu bo'lmaydigan ishkan deb umidsizlikka petishiga sabab bo'ladi. Yoki u chaqda boshqa bir yangi yolg'onni topamdigandi. Odam aldaydiganga. Uning uchun mening takrar da'vatqinim shuki, bu ishni palon chaqqich bo'ladi. Palonigam yordamlashib qilib berdi shaklida tushunib qilayotgan bo'lsangiz, tugashgingiz shu. Buni bir ornumuz ishi, sharaf masalasi, mo'minlik qarzi va farzi. Shunga bo'lish bo'lmasligi Allohning buyrug'i bilan. Ammo mening vazifam to'xtamay urinish, mushu yo'lda o'lib ketish, ammo to'xtamaslik deb bilish lozim. Ondan hech narsa, hech sabab sizni umidsizlantirmaydi. Mening ta'kidlayotganim mana bu. Yolg'onlar bilan odam qo'llash bir turli paplab uxultish urinishi bo'lib, asli dushmanlik mana shundoq bo'mg'ur umidlarni ijod qilib tepib, kishilarni qo'llash, izdinish, tirishishning aksicha uxlashga targ'ib qilishdir. Ishonamanki, Suriyada hech qanday xilofat qurilmaydi. Bir shariat davlati bo'lishimi qiyin. Ular o'z davlatini qurib bo'lsa, Sharq Turkistonliklarga yordamlashib, ozod qilishib berishimi notayin. Bek bo'lsa, ularni qurolsizlantirgandan keyin puhralik berib iltifot qiladi. Mana shu. Ammo ularning qurolliq bir to'p bo'lib, mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'yilmaydi. Buningga ishoninglar. Puhralik berilgandan keyin
Singan nonni yeyish boshlanadi degan gap. Yana shuni qo'shim chiqib qo'yay. Mana qurollarimiz bilan turibdiq deydigan mana yo'g'on bir dalilni ko'rsatishdan burun devolay buni. Suriya armiyasi ichida askarlik hayotini davom qilaman deganlar qilishi mumkin. Ama o Şarkı Türkistan'ın armiyası hesaplanmaydı. Şarkı Türkistan qurolli kuchi hesaplanmaydı. Suriye armiyasi oldu. Şuna o kichik qo'lnaldaydigan o gaplarni dabjumanglar keyin. Qag'allar askar olmay pura ulashini tanlaganlar singanlarni yeyishga boshlaydi faqat. Talibanlar Uyg'urlarni qaytirib bermidi ana degan reja bek cho'ng bo'lsa-mu, bunu po'qi bilmaqini aralashtirish shaklidagi qarshi reja bo'lib, Afg'onistonda Uyg'urlarning qurolli bir guruhi yo'q. Faqat ba'zi yakka holatdagi shaxslar bo'lishi mumkin. Chunki Taliban Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari ijobiy bir qurolli kuch altidagi Uyg'urlarning mavjudligiga yo'l qo'ya olmaydi. Qurolli kuch sifatida mavjud bo'lmasa Xitoyning kari yo'q. Kim biladi? Yani bir kunlar esqetib qilishi mumkin. Bir düdük bilan to'plab, yana bir terrorchi to'pni yaratishi mumkin Xitoylar. Bulardan boshqa bugun tor to'plarda umuman ommaviy matbuotlarda ko'rilayotgan oqiychilikni alohida diqqat tortadi. Xuddi yaqinda vatan ozod bo'ladiganligi, Xitoyning ichidan yemirilayotganligi, yaqinda tugashadiganligi, iqtisodiy chekinayotganligi, Amerikaning Trump davrida Xitoyni joylaydiganligi, Rossiya tugashsa Xitoy tugashadiganligi, Suriyadan keyin navbat Xitoyga kelib Xitoyni Asaddek og'dirdiganligi. Hatto buningga alohida ishonch qilgan bir kayfiyatni ko'ramiz. Buning hech havas qilg'uchiligi yo'q. Del aksicha bundaq akıyuchilik intayin ziyonli bo'lib, izlanishga, tirishchanlikqa qarata uyqu doğrusu rolini o'ynaydi. Amaliyotda kutilgan o ishlarning bo'lishi qandaq mantiqi bo'yicha bo'ladiganligiga biror deydig'ini bormi? Qanday mantiqi bo'yicha bo'ladi shu tomonlarimiz? Nimishqa shunday bo'ldi-dek? Sabab nima? Nima qilganga? Buningga deydig'ini yo'q. Ko'zini yumib qilinayotgan umidvorlik. Ne kadar umidvorlik. Mushundaq narsalar umidvorlikmi yoki bangi xiyolimi? Buni ikki turlik odamlar deyishlari mumkin. Buni ayirg'idek ahvoldagilar shum g'arazliklar tufaylidir. Gerçi o'zi ishonmaydigan bo'lsa-mu, boshqalarni qo'ldo'ltish uchun desa kerak. Ko'nglida hech qanday yomonlik o'ylamaydiganlar bo'lsa, bekli nadonligidan deydi albatta. Tamam. Şunu men deymanki, Şarkı Türkistan azadlığını baldırqıga qaraganda yaqinlashtirgan hech qanday xalqaro shart barliq kelmadi. Aksicha, Xitoy baldırqıga qaraganda kuchayib ketdi. Nurg'un davlatlar, hatto Amerikadagi yana bir qutqazg'ich xudami Xitoyning qo'liga qaraydigan yangi vaziyat maydonga keldi. İnsanlarning pul tushunchasi baldırqıga qaraganda rezillik tarafga qarab texmi taraqqiy qildi. Dünyada hech qanday kishilik huquq deydigan narsa yo'q. Bu faqatli yolg'on tashviqotdan iborat bo'lib, agar bu kishi sharq kishisi bo'lganda texmi shundoq. Dunyoda demokratiyaning homiysi deydigan, erkinlikning qo'g'dug'uchisi deydigan hech qanday davlat yo'q. Hamma davlat o'z manfaatining qo'g'dug'uchisi. Biz g'oyamizga yaqinlashtiradigan hech qanday amaliy harakat qilib boqmadik. Hech kim qilmadi. Burun qilami qilmagan. Bularni qilish uchun muayyan xalqaro shart-sharoit lozim bo'ladigan bo'lg'achqa, hozir qilay debmi hech kim qila olmaydi. Qilay degan niyat bo'lgan taqdirda. Ishonmasangiz qilib beqinglar ko'raylik. Her bir shalpaqlidan foydalanib hujum qilayotganlarning hujumlari aşı sharmanda suiqasdlari echilib ketganlikdandir. Undaq bo'lmasa odamni ishontirgudek rejalar bo'lsa deb baqsin.
Her şalpaqılı ularning hujum qilish uchun oltindek lozim bo'layotganligi, ularning bichorligini, deydiganga boshqa tuzugri gibi yo'qligini, shunga xato tushunib olgandek qilib, avval burmilab, ondan burmilangan shakldagisi hujum qilishga, to'qi bulmuqini aralashtirish, yelisi ishlatishga majbur bo'layotganligini ko'rsatdi. Ming qitim deyilgan chabusi allaqachon chitqi yeyilib, ko'tagichilik qilmagan konseptlarni qayta bozorga selib, buni bir tayanç qiliverishlarimi bir bichoralik. Qurolliq inqilobga qarshi emasman. Yana bir jakalab qo'yay, qarshi bo'lsam 16 yoshimda qurol yasamayman. 16 yoshimda. Quruq gap bilan vatan ozod bo'lmaydiganligini chorak asr avval men deganda ba'zi g'alchilar mana bu qalpoqni kiydirayotgan g'alchilar tex tug'ilmagan edi. Mening qaqshayotganim nima? Tushunmasang nima avara bo'lib ifoda bildirib yursan, ey avaralar? Tushunganlaring chiqib, tushungan talatda bir nima deyishsan bo'ladi. Onda mening javobimni anglaysan. Qarindoshlar, bugun muhojiratda eng kam umumlashgan ma'naviy kayfiyatimiz kasalmandir. Kasalman bir kayfiyatimiz. Ruhiy jihatda tamamen kasalman holatdamiz qarindoshlar. Bu kasalmanlikning turini men yangi akiyuchilik deb atashni muvofiq ko'rdim. Shu darajadagi haq gapni, faktni ko'mas kiselib bo'lsimi o'zimizni avundirish. Bengilachi xaramushlik ichida o'z-o'zimizni kayfiy xo'sh qilish uchun aman quruq gaplar, yolg'on gaplar, yo'g'on gaplarga mabtullik ifodalashimiz umuman shirin xiyollarimizdan chiqib, reallikka yuzlanishni xohlamasligimiz. Akiyuchilikning dal izidir. Bugun bu gaplarni qabul qilolmayotganlarning ikki turi borligini deb o'tdim. Biri vazifa ijobi, qasddan qabul qilmaydigan Xitoy g'alchilari. Yana bir turi tamamen oq ko'ngilligidan, soddaligidan anglaganning hammasiga ishonaveradigan nadonlar. Ammo tongli ata vaqt, chash va samonni obdan ayirib beradi. Mana shu chog'da kimning to'g'ri ekanligi ayon bo'ladi. Ayon bo'ladi-yu, ammo hamma ishning vaqti o'tgan. Pushaymonga o'rin yo'q. Faqat achchiq afsuslik ichida lavch ishlab qilishdan boshqa tanlashimiz bo'lmaydi. Bugun deydiganlarim shular qarindoshlar. Keyingi qitim ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh.